Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 4. sure Nisa. Medinede nazil bo'lgan 177 oyat. Nayt şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey insonlar, sizlarni biz insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan, shu insondan ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan ve ulardan, yani Adem bilen Havvadan nurgun ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sili rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Allah haqiqatan sizlarni ko'z tuttirg'uvchidir. Yetimlarning mol-mulkini ular balog'atga yetgan chog'da beringlar. Yaxshisini nacharga, ya'ni ularning mollarining yaxshisini o'zlaringlarning mollarining nacharga tegishib ularning mol-mulkini o'zinglarning mol-mulkiga qo'shib yavanmanglar. Bu haqiqatan cho'ng gunohdir. Agar yetim qizlarga o'ylinib adil muomala qilinmasliginglardan qo'rqsanglar, uni tark etib o'zinglar yoqtiradigan boshqa ayollardan 2ni, 3ni va 4ni elishinglarga bo'ladi. Agar ularning orasida adil bo'lanmasliginglardan qo'rqsanglar, bir xotin bilan yoki qo'l ostinglardagi cho'rlar bilan kupoylaninglar. Bir xotin bilan kupoylanish zulm qilmaslikqa eng yaqindir. Ayollarga ularning mahrlarini xushallik bilan sovg'a qilib beringlar. Agar ular uningdan bir qismini sizlarga o'tinib bersa, uni mazzilik, singishlik, ya'ni pok halol bilib yenglar. Alloh tirikchilikinglarning asos qilgan mollaringlarni ahmoqlarga tutqizib qo'ymanglar. Ularni yemak-ichmak, kiyim-kechaklar bilan ta'minlanglar, ularga chiroyli so'z qilinglar. Yetimlarni nikohlanish yeshiga yetganga qadar sinab turinglar. Ulardan mallarını başqara oladigan holatni bayqasanglar, ularga mol-mulkini topshirib beringlar. Ularning cho'ng bo'lib qilishidan qo'rqib, mol-mulkini buzib chechib yavanmanglar. Yetimga vasi bo'lganlardan kimki boy bo'lsa, vasi bo'lganlik haqqi uchun yetimning mol-mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Sizlardan kimki yo'qsul bo'lsa, u o'z emgikining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Ularning mol-mulkini topshirib beradigan chaqda boshqalarni guvoh qilib qo'yinglar. Alloh hisob elishga yetarlikdir. Ota-onasi va tuqqanlar qoldirgan merosga, ya'ni meyitning tarakkisida erlarning hassisi bor. Ota-onasi va tuqqanlar qoldirgan merosda ayollarning hassisi bor. Mayli u ya'ni taraki oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, har odam Allohning odil shariatida belgilangan hassisini oladi. Taqsimot vaqtida varis emas tuqqanlar, tuqqan emas yetimlar va miskinlar hozir bo'lsa, ularga buningdan ya'ni tarakidan ularning ko'nglini elish uchun bir oz narsa beringlar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Ya'ni mirosxo'rlarning meli bizning emas deganga o'xshash o'zlarini aytinglar. Kimki o'zlaridan qilib qoladigan kichik bolalari bo'lib, ulardan qandoq andish qiladigan bo'lsa, boshqalarning qilib qolgan kichik bolalari uchunmi shundoq andish qilsin. Yetimlarning ishida Allohdan qo'rqsin va to'g'ri so'zni aytsin. Zulm qilib yetimlarning mol-mulkini naq yavaladiganlar shubhisizki qo'sig'iga qiyomat kuni yenib turgan o'tni yavagan bo'ladi. Ular yenib turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kiradi. Alloh bolaringlarga tegadigan miros haqida tavsiya qiladi-ki, bir erga 2 ayolning hassisi tegadi. Agar meyitning qizi 2 yoki uningdan ko'p bo'lsa, o chaqda ularga mirosning 3dan 2 hassisi tegadi. Agar varis birli qiz bo'ladigan bo'lsa, onunğa mirasning yerimi tegadi. Agar meyitning bolalari bo'lsa, bu chaqda uning ota-onasining har biriga mirasning 6dan 1 tegadi. Agar uning bolalari bo'lmay, mirasga faqat uning ota-onasi varislik qiladigan bo'lsa, bu chaqda uning onasiga mirasning 3dan 1 tegadi. Qolgani otasiga tegadi. Agar meyitning ota-onasidan boshqa, ya'ni qarindoshlari bo'lsa, onasiga mirasning 6dan 1 tegadi. Qolganini otasi oladi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan va qarzi to'lanib bo'lgandan keyin ib beriladi. Ota-onalar va bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysisining manfaat jihatdan o'zingizlarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Bular Alloh tarafidan bekitilgan belgilamadir. Alloh haqiqatan hammani bilguchi, hikmat bilan ish qilguvchidir. Agar ayollaringlarning bolalari bo'lmasa, bu chaqda ular qoldirgan merosning 20 erlar sizlarga tegadi. Agar ularning bolalari bo'lsa, ular qoldirgan merosning 4dan 1 sizlarga tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan
yoki meyitning qarzi to'linib bo'lgandan keyin ep beriladi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lmasa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan merosning 4dan biri tegadi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lsa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan merosdan 8dan biri tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'linib bo'lgandan keyin ep beriladi. Agar meros qoldiruvchi ota-onasiz, bolasiz er yoki ayol bo'lib, uning faqat ona bir qarindoshi va ona bir hamshira bo'lsa, ularning har biriga merosning 6dan biri tegadi. Agar meros qoldiruvchining, ya'ni meros qoldiruvchi meyitning ona bir, ota boshqa qarindoshlari va hamshiralari buningdan ya'ni birdan ko'p bo'lsa, o chaqda merosning 3dan biri ularning orasida o'rtaq taqsim qilinadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'linib bo'lgandan keyin ep beriladi. Meros qoldiruvchi odamning vasiyati varislarga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi shart. U Alloh tarafidan qilingan vasiyatdir. Alloh hammani bilguchidir, halimdir, ya'ni amrga xiloflik qiluvchilarni jazolashga oldirib ketmaydi. Ana shular, ya'ni Alloh bandalarining amal qilishi uchun belgilab bergan yuqoridagi ahkomlar Allohning qonunidir. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, Alloh uni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U yerda mangu qoladi. Bu cho'ng muvaffaqiyat qozonishdir. Kimki Allohga va payg'ambariga osiylik qilib, Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadi ekan, Alloh uni do'zaxga kirgizdi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlig'uvchi azobga duchor bo'ladi. Ayollaringlardan fohish qilganlarni isbotlash uchun oranglardan 4 guvohchi keltiringlar. Agar ular guvohlik bersa, ya'ni ular guvohlik berib, ayolning jinoyatini isbotlasa yoki ayollaringlar vafot bo'lganga yoki Alloh ularga bir chiqish yo'li berganga qadar ularni uyda tutinglar. Oranglarda 2 kishi fohish qilsa, ularni ayblanglar. Agar ular tavba qilib tuzalsa, ularni kechiringlar. Allah tavbini bekmi qabul qiluvchidir, to'limi mehribondir. Allah qabul qilishni va'da qilgan tavba yomonlikni nodonlikdan qilib silib, ondan uzunga qolmay tavba qilganlarning tavbasidir. Allah ana shularning tavbasini qabul qiladi. Allah hammani bilib turuvchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Davomli yomon ishlarni qilib beshiga o'lim kelgan chaqda Əmdi tövbe qildim deguvchilarning tövbesi va kofir peti o'lganlarning tövbesi, ya'ni o'lim oldida iymon etdim deguvchilarning iymoni qabul qilinmaydi. Ana shularga qattiq azob tayyorladik. Ey mu'minlar, ayollarga zo'rlik qilib, ularni meros qilib olmoq, ya'ni bir odamning qo'lidan yana bir odamning qo'liga o'tib turadigan mol o'rnida qilib olmoq sizlarga durust bo'lmaydi. Ular ochiq bir fohish ishni qilmagan holatda sizlar ularga bergan mahrdan bir qismini yo'lib olish uchun ularga besim ishlatmanglar. Ular bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar. Agar ularni yoqtirmasanglar, sabr qilinglar. Chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qilishi mumkin. Agar bir xotinni qo'yib etib, o'rniga yana bir xotinni olmoqchi bo'lsanglar, qo'yib etmoqchi bo'lgan xotinga mehr qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytarib olmanglar. Uni ayolga qora chaplab va ochiq zulm qilib olamsizlar, o'zaro xilvatda bo'lishgan tursanglar va ayollar sizlardan nikoh aqdisidan iborat mustahkam ahd olgan tursa, uni qandoqmi qaytarib olasizlar? Otalaringlar olgan ayollarni olmanglar, lekin buningdan ilgari olgan bo'lsanglar afu qilinadi. Bu haqiqatan yomon ishdir, o'sh ko'rildigan qiliqdir. Bu nima degan yomon odat? Sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hamshiranglarni, atanglarning hamshiralarini, onanglarning hamshiralarini, qarindoshlaringlarning qizlarini, hamshiranglarning qizlarini, sut onalaringlarni, emildosh hamshiranglarni, qiyin onanglarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa ardan bo'lgan uyinglarda tarbiyalangan qizlarini bu shart emas. Uyda tarbiyalanmagan bo'lsa-mu, elish harom qilindi. Agar sizlar ularning onalari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chaqda ularni olsanglar hech gunoh bo'lmaydi. Yana o'z pushtonlardan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini elishinglar va ikki hamshirni bir vaqtda amringlarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tganlar, ya'ni jaholiyat davrida qilganinglar afu qilinadi.
Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, bandalarga nihoyat mehribondir. Erlik ayollarni elishma sizlarga harom qilindi. Faqat sizlarning boshqarishinglar ostidagi cho'rlar buningdan mustasno. Bu Allohning sizlarga farz qilgan hukmlaridir. Bulardan ya'ni yuqoridagi elish durust bo'lmaydigan ayollardan boshqalarini zinodan saqlanib, iffetlik bo'lganinglar holda mollaringlarni sarf qilib, ya'ni mehrini berib nikohlab elishinglar halol qilindi. Qaysi ayollarni nikohlab elib foydalansanglar, ularga nikoh vaqtida bekitilgan mehrlarni beringlar. Mehr bekitilgandan keyin o'zaro bitishgan narsanglar to'g'risida, ya'ni ayolning roziligi bilan saqit qilingan mehr uchun sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allah haqiqatan hammani bilguvchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Sizlardan mu'min ayollarni elishga qurbi yetmaydiganlar qo'l ostidagi mu'min cho'rlardan olsin. Allah iymoninglarni obdan biladi. Ya'ni ularning sirtqi ko'rinishiga qarab elayveringlar. Ichki ahvolni Allohga topshiringlar. Sizlar bir-biringlar bilan dindossizlar. Ularning xo'jalarining qo'shilishi bilan ularni xotinlikqa olsanglar bo'ladi. Ularga mehrlarni kemaytib etmasdan va kechiktirmasdan beringlar. Lekin ular oshkora zina qilmaydigan, yo'shirin oshni tutmaydigan iffetlik bo'lishlari kerak. Agar ular erga tekkandan keyin fohish qilsa, ularga hur ayollarga beriladigan jazoning yarmi berilishi kerak. Bu ya'ni cho'rlarni nikohlab elish, oranglarda zinoga mubtalo bo'lib qilishdan qo'rqqan kishi uchundir. Savr qilsanglar sizlar uchun yaxshidir. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Allah sizlarga halol va haromga doir ahkomlarni bayon qilishni, sizlardan burunqilar, ya'ni payg'ambarlar va yaxshilarning yo'llariga sizlarni hidoyat qilishni, gunohlardan qilgan tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Allah hammani, ya'ni bandalarning hamma ahvolini bilguvchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Allah sizlarning tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Bu Allah'ның rahmetining kengligini ko'rsatish uchun takrorlandi. Shahvatlarga ergishadiganlar, ya'ni shaytonga ergishadiganlar to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni, shularga o'xshash fojir bo'lishinglarni xohlaydi. Allah sizlarning yukinglarni yengillatishni, ya'ni shariat ahkomlarini sizlarga osonlashtirishni xohlaydi. İnson nafsi xohishni tizginlashdan ojiz yaratildi. Ey mu'minlar, bir-biringlarning mollarini o'g'irlik, xiyonat qilish, bulash, jazoni xo'rlik, qimar o'ynash qatorliq nohaq yo'l bilan yavanmanglar. Ikki taraf rozi bo'lishib qilishgan savdo setiq orqali erishgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ltirmanglar. Alloh haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Kimki chekdan eshib va zulm qilib, uni ya'ni Alloh cheklagan ishlarni qiladi ekan, uni do'zaxga kirgizimiz, bu Allohga osondir. Agar sizlar ma'ni qilingan cho'ng gunohlardan saqlansanglar, kichik gunohlarni yo'q chiqaramiz va sizlarni isil makonga, ya'ni jannatga kirgizamiz. Ey mu'minlar, Alloh sizlardagi bir-biringlardan ortiq qilgan narsalarni hasad qilish yuzidan arzu qilmanglar. Erlar qilgan amallardan hassador bo'ladi, ayollarmi qilgan amallardan hassador bo'ladi. Allohdan uning fazilini tilanglar. Alloh beradi. Allah haqiqatan har narsani bilguvchidir. Har bir odamning qoldirgan tarakisi uchun varislar tayinladik. Ular ota-onalar va yaqinlardir. Sizlar bilan o'zaro yordam berish va mirosxo'r bo'lishga ahd paymon qilishgan kishilarga ularning mirosdan hassasini beringlar. Allah haqiqatan har narsani bayqab turg'uchidir. Erlar ayollarning homiylardir. Bu Allohning ularning ba'zisini ba'zisidan, ya'ni erlarni kuch-quvvat, ozodga chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir va erlarning o'z pul mollarini sarf qilganligidandir. Ya'ni ayollarning nafiqasi erlarning zimmasiga yuklanganligidandir. Yaxshi ayollar itoat qiluvchilardir. Erlar endi bo'lmagan chaqlarda Allohning panohida erlarning haqlarini saqlovchilardir. Sizlar sarkashlik qilishlardan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Bu önüm bermese bir töşekki birli yatmanglar. Umi önüm bermese ularni adablab qo'yinglar. Agar sizlarga itoat qilsa, ularni bo'zaq qilish xiyolda bo'lmanglar. Alloh haqiqatan sizlardan ustundir, buyukdir. Alloh ayollarga zulm qilganni jazolaydi. Agar er-xotin ishkaylarning inoqsiz bo'lib qolishidan qo'rqsanglar,
erning tuqqanlardan bir haqqani kishini, xotinning tuqqanlardan bir haqqani kishini avatinglar. Agar bu ikki kishi ularni aplashtirishni xolasa, Alloh er-xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Allohga ibodat qilinglar. Onunğa hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga, qish aqrabolaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondagi hamrohga, ya'ni safardoshga, savoddoshga, musofirga, qo'l ostinglardagi qul cho'rilarga yaxshilik qilinglar. Shubhisizki, Alloh mutakabbir, maqtanchoqni yoqtirmaydi. Ular ya'ni mutakabbirlar, maqtanchoqlar bexillik qiladi. Kishilarni bexillikqa buyuradi. Alloh ularga o'z fazlidan bergan narsalarni yo'shiradi. Allohning ne'matini inkor qiluvchilarga xo'rlig'uvchi azobni tayyorladik. Ular mollarini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladi. Ular Allohga ishonmaydi, oxirat kuniga ishonmaydi. Kimki o'ziga shaytonni hamroh qiladi ekan, u shaytonning buyrug'i bo'yicha ish qiladi. Shayton nima degan yomon hamroh. Agar ular Allohga, oxirat kuniga ishonsa va Alloh o'zlariga bergan moldan sarf qilsa, ularga nima ziyni bo'ladi? Alloh ularni obdan biladi, qilmishi qarab jazolaydi. Alloh haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshilik bo'lsa, Alloh uni hassilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Biz har bir ummatdan bir guvohchini keltirgan va ey Muhammad, seni bularga guvohchi qilib keltirgan cheg'imizda ularning holi qandoq bo'ladi? Kafirlar va payg'ambarga osiylik qilganlar u kunda ular qiyomatning dahshatini ko'rganlikdan yer bilan to'ptiz qilib etishini, ya'ni o'zining yerga ko'milib tuproqqa aylanib ketishini orzu qiladi. Ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohdan hech bir so'zni yo'shirolmaydi. Ey mu'minlar, sizlar mas bo'lsanglar, nima da'vat qilinglarni bilgininglargacha, junub bo'lsanglar, yo'l ustida bo'lganlar buningdan mustasno. G'usl qilmag'icha namozga yaqinlashmanglar. Agar kasal yoki safar ustida bo'lsanglar, yoki hojat qilsanglar, yoki ayollar bilan munosabat o'tkazsanglar, mushundaq ahvol ostida suv topolmasanglar, pok tuproqni yuzinglarga, qo'linglarga surtib tayammum qilinglar. Alloh haqiqatan afu qilg'uchidir, mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh bandalarga haraj bo'lmasligi uchun ibodatni osonlashtirib berguchidir. Ey Muhammad, kitobdan ya'ni Tavratdan nasibi berilgan kishilarning guvohligini setib olganligini va sizlarning to'g'ri yo'ldan ezishinglarni xohlaydiganligini ko'rmadingmi? Alloh sizlarning dushmaninglarni obdan biladi. Alloh sizlarni saqlashga yetarlikdir va sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. Yahudilarning ichida kitobning so'zlarini o'zgartirib yetadiganlarmi bor? Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik, bizga quloq sol, biz senga quloq solmaymiz deydi. Diniga ta'ni qilish yuzasidan roina degan so'zni tillarini agir qilib aytdi. Agar ular yuqorqi so'zlarning o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida texmi yaxshi, texmi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufr sabablik Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Ey kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar, biz nurg'un yuzlarni o'zgartib orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzidagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgi a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib etib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarni mubaddil qilishimizdan ilgari yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlamaganligiga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zinglardagi kitobni, ya'ni Tavratni tasdiq qiladigan, biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Bo'lmasa yuqorqi ikki baloning biriga uchraysizlar. Allohning hukmi ijro qilinadi. Alloh haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Qolgan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltiradi ekan, cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. O'zlarini pok deb qaraydiganlar, ya'ni o'zlarini taqvodorlik bilan madihlaydiganlarni ko'rmadingmi? Undaq emas. Alloh xohlagan bandasini pok qiladi, ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, ularning Allohga tuhmat chaplayotganligiga qarag'in. Bu ochiq gunohdir. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudilarni ko'rmadingmi? Ular butqa va shaytonga ishonadi.
Kafirlarni ko'rsatib, bular yana Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarnikidan texmi to'g'ridir deydi. Ana shular Alloh rahmatidan yiroq qilgan kishilardir. Alloh kimni rahmatidan yiroq qiladi ekan, uningga Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor topolmaysan. Yoki ularning podshohligidan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda beqillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Yoki ular Alloh o'z fazlidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad alayhisalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Biz haqiqatan İbrahim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ular ya'ni Yahudilarning ichida uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga iymon etganlarmi bor? Uningdan yuz o'rganlarmi bor? Ularga ularning kufriga jazo berish yuzasidan jahannamning yenib turgan o'ti yetarlikdir. Shubhasizki, bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ularning terilari pishib tugagan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yangushlaymiz. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. U yerda ularga pok juftilar bo'ladi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Shubhasizki, Alloh sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga, kishilar orasida hukm qilganda odil hukm qilishga buyuradi. Alloh sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi? Alloh haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Agar sizlar bir shay'ida ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bo'lsanglar, bu yana Allohning kitobiga va payg'ambarlarning sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir, natija e'tibori bilan go'zaldir. Sana nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nozil qilingan kitoblarga iymon keltirdik da'vogan kishilarni ko'midingmi? Ular arzini tog'utning oldiga ilib bormoqchi bo'layotdi. Halbuki ular tog'utni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Ular ya'ni munofiqlarga Alloh nozil qilingan kitob tarafga, ya'ni payg'ambar tarafga kelinglar deyilsa, munofiqlarning sendan qattiq yuz o'rganligini ko'rsan. Qilmishlari tufaylidan o'z beshiga bir musibat kelganda, sening oldingga kelib Alloh bilan qasam qilgan holda, biz faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deganlarning holi qanday bo'ladi? Ana shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytadi. Alloh ularning dillardagini, ya'ni munofiqligini, mikrini biladi. Ulardan yuz o'rgin, ularga nasihat qilgin, ularga ta'sirli so'zlarni qilgin. Biz har qanday payg'ambarni Allohning izni bilan faqat itoat qilish uchun avatdik. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar, sening hukmingni qabul qilmay o'zlariga zulm qilganda, sening yeningga kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmi ular uchun mag'firat tilasa edi, albatta ular Allohni kechirim qilguvchi, nihoyat mehribon topadi. Ey Muhammad, Parvardigoring bilan qasamki, ular, ya'ni munofiqlar, o'z orasidagi talashga seni hukm chiqarishga taklif qilmoqchi, ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsa-mu yo'qolmoqchi, ular butunlay bo'ysunmoqchi iymon etgan bo'lmaydi. Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklangandek og'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz-nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. O chaqda dargoyimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladiq. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qiladiq. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar. Bu fazil Alloh tarafidandir. Allah
fazil ehsonga tegishli bo'lganlarni bilishdi yetarlikdir. Ey mu'minlar, dushmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushga turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Shubhisizki, oranglarda urushga chiqmay qolib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat, ya'ni mag'lubiyat va qirg'inchilik kelsa, u munofiq Allah menga haqiqatan marhamat qildi, chunki men ular bilan urushda billa bo'lmadim, bo'lmasa o'ldirilganlar qatorida o'ldirilgan bo'latdim deydi. Agar sizlarga Allohning fazli, ya'ni g'alaba va g'animat yetsa, go'yo sizlar bilan u, ya'ni munofiqlarning orasida hech qanday do'stlik yo'qdikidek, koshki men urushda ular bilan billa bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga, ya'ni g'animatdan zo'r nasibaga erishgan bo'latdim deydi. Dünya tirikchiligini oxiratga tegishadiganlar Alloh yo'lida jinini, pul melini pido qilib jihad qilsin. Kimki Alloh yo'lida jihad qilib o'ldirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Ey mu'minlar, sizlarga nim bo'ldiki, Allohning yo'lida jihad qilmaysizlar va duo qilib, ey Parvardigorimiz, aholisi zolim bu shahardan bizni chiqargin. Öz dergahından bizge bir igdarçılık qilg'uvchini muyassar qilgin. Öz dergahından bizge bir madadkor muyassar qilgin deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar. Mu'minlar Allohning yo'lida jihad qiladi. Kofirlar tog'utning yo'lida urush qiladi. Shaytonning do'stlari bilan urush qilinglar, sizlar ularni yengisizlar. Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. Ey Muhammad, ularga, ya'ni Mekkada turib urushni talab qilganlarga urushdan qo'linglarni yig'inglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar degan kishilarni ko'midingmi? Ya'ni ulardan ajablanamsan, bularga jihad farz qilingan chog'da ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek yoki uningdan betarroq qo'rqadi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihadni farz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading dedi. Ey Muhammad, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdami, qayerda bo'linglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchirsa, bu sendan, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Bu qavmga nim bo'ldi ekan? Ular hech bir so'zni, ya'ni hamma shayning Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligini tushunmaydi. Ey inson, sana yetgan yaxshilik marhamat qilish yuzidan Alloh tarafidandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammad, seni biz butun insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening payg'ambarligingga shohidlikka Alloh yetarlikdir. Kimki payg'ambarga itoat qiladi ekan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar Allohning amrini yetkazadi. Kimki, ey Muhammad, sendan yuz o'raydi ekan, bilginki, biz seni ularga ko'zatchi, ya'ni ularning amallarini ko'zitib, amallariga qarab hisob og'ich qilib avatmadik. Ular, ya'ni munofiqlar, amringga itoat qildik deydi. Sening yiningdan chiqib ketgan chog'da ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartirib etadi. Alloh ularning o'zgartganliklarini xotirlab turadi. Sen ulardan yuz o'rgin. Allohga tavakkul qilgan, tavakkul qilguvchiga Allohning homiligi yetarlikdir. Ular Qur'on ustida fikr yurgizmamda, agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. Mu'minlarga oid amonlikning yoki qo'rqinishning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqitadi. Agar uni payg'ambarga va ular, ya'ni mu'minlarning ichidagi ish ustidagilarga ma'lum qilsa, shu xabarni chiqaruvchilar uni, ya'ni shu xabarning haqiqiy ahvolini ulardan albatta bilib oladi. Ey mu'minlar,
agar sizlarga Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlarning ozg'ina kishidan boshqalaringlar albatta shaytonga egishib ketardinglar. Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin. Ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mu'minlarni jihadga qiziqtirgin. Allohning kofirlarning kuchini to'sadiganligi haqiqatdir. Allohning kuchi eng zo'rdir, Allohning jazosi eng qattiqdir. Kimki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan ya'ni yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Kimki bir yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan ya'ni yomon ishdan uning nasibasi bo'ladi. Alloh hamma ishga qodirdir. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texmi yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu denglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalom denglar. Alloh haqiqatan har narsadan, ya'ni bandalarning cho'ng kichik ishlaridan hisob olg'uchidir. Allohdan boshqa hech ma'bud va haq yo'qdir. Alloh shaksiz bo'ladigan qiyomat kunida sizlarni hisob ilish uchun mashargohga jazman yig'adi. Allohdan to'g'ri so'zlik kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdan sodiq hech kim yo'q. Ey mu'minlar, sizlar nimishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar? Alloh ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Alloh azdirgan kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar? Kimniki Alloh gumroh qiladi ekan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib bermaysan. Ular sizlarning o'zlarida kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ular Alloh yo'lida hijrat qilmaguncha, ya'ni hijrat qilish orqali iymonini isbot qilmaguncha ularni do'st tutmanglar. Agar ular Alloh yo'lida hijrat qilishdan yuz o'risa, ularni qayerda topsanglar shu yerda to'sib o'ltiringlar. Ularni do'stmi tutmanglar, yordamchimi qilmanglar. Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahdi bo'lgan bir qavmga sig'inganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundoqlarni o'ltirmanglar va asramanglar. Agar Alloh xolisa, ularni sizlarga hukmron qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushadi. Ya'ni Alloh ularni kuchli qilib, sizlarga qarshi urush qilishga jur'at qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Alloh sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. Iymonini izhor qilish bilan sizlardan muommallikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrni izhor qilish bilan o'z qavmidan muommallikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsizlar. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga va musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarini uningdan tortadi. Agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushdan qo'l yig'masa, u chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir elinglar, tutib o'ltiringlar. Sizlarga ularning xiyonati sababli ularga qarshi, ya'ni asir elishga, o'ltirishga ro'shan paket ato qildik. Mu'min odamni savallik bilan emas, qasdan o'ltirishi hech durust emas. Kimki bir mu'minni savallik bilan o'ltirib qo'ydi ekan, u bir mu'min qulni ozod qilishi va o'ltirilguchining varisiga diyat, ya'ni to'lam to'lashi kerak. Ular yana o'ltirilguchining varislari diyatni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'lamasa hech gunoh yo'q. Agar o'ltirilguchi mu'min sizlarga dushman kuffar qavmdan bo'lsa, bu chaqda o'ltirib qo'yg'uchi bir nafar mu'min qulni ozod qilishi lozim. Diyat kelmaydi. Chunki o'ltirilguchining egasi musulmon bo'lmag'achqa, uningga varis bo'lmaydi. Agar o'ltirilguchi oranglarda muahida bo'lgan kuffar qavmdan bo'lsa, uning varisiga diyat to'lash va bir nafar qulni ozod qilish kerak. Ozod qiladigan qul topolmagan odam, ya'ni qul ozod qilishga qodir bo'lmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun o'zildirmay 2 oy ro'za tutishi lozim. Alloh hammani bilib turg'uchi, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimki bir mu'minni qasddan o'ltirdi ekan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxirat qattiq azob tayyorlaydi. Ey mu'minlar,
Allah yo'liga, ya'ni g'azotga otlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Ya'ni mu'min yoki kofirligi aniq bo'g'icha o'ltirishga oldirab ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab sen mu'min emassan demanglar. Ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ltirib etmanglar. Allohning dargohida mundaqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qiladigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bor. İlgiri sizlarmi ana shundoq kofir edinglar. Keyin Alloh sizlarga iymonni iltifot qildi. Ularni o'zingizlarga selishtirib haqiqatlab ish qilinglar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Mu'minlardan o'zrisiz, ama, to'kur, kasalga o'xshash o'zrisi bala buningdan mustasno. Jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Alloh mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilarni jihadga chiqmag'uvchilardan bir daraja ustun qildi. Bu ikki xil kishilar, ya'ni o'zrisi bo'lib jihadga chiqmaganlar va jihadga chiquvchilarning hammasiga Alloh jannatni va'da qildi. Allah jihad qiluvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni o'zrisiz turib jihadga chiqmaganlardan ortiq qildi. Allah ularga ustun martabalar, mag'firat va rahmat ato qildi. Allah mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan elindigan chaqda, farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holatda edinglar deb so'raydi. Ular zaminda, ya'ni Makka zaminida biz dinni barpo qilishdan bo'zaq qilingan edik deydi. Farishtalar, hijrat qilsanglar Allohning zamini kengar emasmidi deydi. Ana shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy. Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan chorsiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga chora topolmagan, yo'l bilmaydigan ojizlar buningdan mustasno. Ana shularni Alloh afo qilg'ay. Alloh nihoyat afo qiluvchidir, nihoyat mag'firat qiluvchidir. Kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, u zaminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimki uyidan Allohning va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh berdi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchi va nihoyat mehribondir. Safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishdan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofirlar sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib, sizlarni o'ltirishdan yanmaydi. Ey Muhammad, sen mu'minlar bilan jihadda birga bo'lib ularga namoz o'qib bermoqchi bo'lganingda, ularning bir firqasi sen bilan birlikda namozga tursin. Qur'onlarni ehtiyot yo'sidan yanada tutsin. Sajdaga berib bo'lgandan keyin ular orqanglarga o'tib tursin, ya'ni namoz o'qib bo'lgan firqa orqanglarda ko'zatchilik qilib tursin. Ularning o'rniga namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib, sen bilan birlikda, ya'ni orqangda namoz o'qisin. Dushmanlardan ehtiyotchanlik bilan ho'shyor tursin. Dushmanlar bilan urushga tayyor turish yuzidan qurollarni yanada tutsin. Kofirlar sizlarning qurollaringlardan, ashyolardan g'aflat qilishinglarni, shuning bilan sizlarga bir dilla hujum qilishni orzu qiladi. Ya'ni dushmanlarning sizlarga hujum qilish fursatiga ega bo'lanmasligi uchun hammanglar birla vaqtda yig'ilib namoz o'qimay, yuqorqi usul bo'yicha o'qinglar. Agar sizlarga yomg'ir sababli garaj bo'ladigan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, o'chaqda qurollaringlarni qo'yib qo'ysanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va ho'shyor bo'linglar. Alloh haqiqatan kofirlar uchun xo'rlig'uvchi azob tayyorladi. Namozni tugatganinglarda o'ri turgan, o'ltirgan va yotgan holatda Allohni yod etinglar. Xotirjam bo'lgan cheg'inglarda namozni butun shartlar bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki, namoz mu'minlarga vaqti belgilangan holda farz qilindi. Dushmanning orqasidan qo'g'lashga suslik qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ular xuddi sizlarga o'xshash qiynaladi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsalarni, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albini Allohdan umid qilasizlar. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Ey Muhammad, seni kishilar orasida Allohning ko'rsatgani bo'yicha hukm qilsin deb, sana haqiqatan haq kitobni nozil qildik,
xoinlarning tarafini olmag'in. Allohdan mag'firat tilagin. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Gunoh qilish bilan o'zlariga xiyonat qiluvchilarning tarafini olmag'in. Xiyonatga odatlangan, gunohga cho'mgan kishini Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ular xiyonatlarini insonlardan xijil bo'lib yashiradi. Allohdan xijil bo'lib yashirmaydi. Ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'xton chaplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chaqda Alloh ular bilan birga edi. Ularning qilmishlarini Alloh tamoman bilguchidir. Sizlar shunday kishilarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarafini oldinglar. Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi? Ya'ni Allohning azobini kim ulardan dafiy qiladi? Yoki kim ularga homiy bo'ladi? Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi, nihoyatda mehribon ekanligini ko'radi. Kimki qasddan biror gunoh qilsa, uni o'zining ziyniga qiladi. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Kimki kichik bir gunoh yoki cho'ng bir gunoh qilib qo'yib, gunohni begunoh odamga chaplasa, u shu bo'xtonni va ochiq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. Ey Muhammad, agar sana Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, ulardan bir guruh odam cho'qim seni ozdirishni qaslaydi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Sana qilchi ziyon yetkazmaydi. Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni sunnatni nozil qildi. Sana sen bilmagan narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayb ishlarni bildirdi. Allohning sana fazli cho'ngdir. Ularning yoshirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilingan kishilarning yoshirin suhbati bundan mustasno. Kimki o ishlarni Allohning roziligini tilash yuzidan qiladi ekan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Kimki o'ziga mo'jizlar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mu'minlarning yo'lidan g'ayriga ergishadi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy. Alloh o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Alloh xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltirdi ekan, u haqiqatan qattiq ozgan bo'ladi. Ular ya'ni mushriklar Allohni qo'yib, faqat o'zlari chishi nom bilan atib olgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Allah shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondakilarni egilayman. Shundaqla cho'qim ularni ozdiraman. Ularni xomxiyol qildiraman, ya'ni hayot uzun, qiyomat, hisob elish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim chori poylarning quloqlarini yerishga buyurayman. Ularni cho'qim Allohning maxluqotini o'zgartirib etishga buyurayman. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutadi ekan, u ochiq ziyon tortgan bo'ladi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni beradi va ularni xomxiyolga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. Ana shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamdan qochadigan joy topolmaydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdan rost so'zlik kim bor? Ya'ni Allohdan rost so'zlik hech ahadi bo'lmaydi. Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki bir yomonlik qiladi ekan, uning uchun dunyo yoki oxiratda jazolanadi. U o'z uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Her ayoldan mu'min bo'lib turib yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Ularga qilchi zulm qilinmaydi, ya'ni ularning qilgan amallarining savobi qilchi kamaytib etilmaydi. Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qilgan, botil dillardan buralgan holda Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi? Alloh Ibrohimni do'st tutdi.
Osmonlardagi, zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Allah her narsani to'liq bilguchidir. Ey Muhammad, sendan ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Allah sizlarga fatvo beradi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarning birasiga oid oyatlarga fatvo beradi. Shundoq yetimlar to'g'risida fatvo beradiki, sizlar ularning tayin qilingan mirosini bermaysizlar. Ularning mirosi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni ergi bermaysizlar. Bo'zaq qilingan bolalarning haqqini berishinglar va yetimlarga haqqani bo'lishinglar haqida fatvo beradi. Ayollarga va yetimlarga qandoqli yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Allah uni bilib turadi. Ya'ni shuningga asosan Allah sizlarni mukofotlaydi. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish o'zlib ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik singib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah sizlarni mukofotlaydi. Allah haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Qancha tirishsanglarmi, ayollaringlarga muhabbatda va dilning moyilligida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'lolmaysizlar. Shuning uchun birsiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini erbodekmi emas, yo'qdekmi emas esib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. Agar ikkisi o'zlashib ketsa, Allah o'z fazli bilan ularning birisini ikkinchisidan behojat qiladi. Allahning fazli kengdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir. Sizlardan ilgari kitob berilganlarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazmaydi. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohning mulki va maxluqotidir. Allah maxluqotdan behojatdir, madhiyaga loyiqdir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir. Hamma ishni boshqarishga Alloh yetarlikdir. Ey insonlar, agar Allah xohlasa, sizlarni yo'q qilib o'rninglarga boshqalarni keltiradi, Allah buningga qodirdir. Kimki qilgan amali bilan dunyoning ne'matini tilaydi ekan, uningga aytib qo'ygunki, dunyo va oxiratning ne'mati Allohning dargohidadir. Banda o'z Parvardigoridan dunyo va oxiratning ne'matini tilasin. Allah bandalarining so'zini anglab turg'uchidir, bandalarining amallarini ko'rib turg'uchidir. Ey mu'minlar, Allah uchun guvohlik berishda o'zinglarning yoki ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguvchi boy bo'lsa, uningga bo'lashmasdan va yoki faqir bo'lsa, uningga ich og'ritmasdan hamon odil guvoh bo'linglar. Allah ularga sizlardan yaqindir. Ya'ni ularning manfaatining nimada bo'lganligini obdan biladi. Nafsi xohishlaringlarga egishib, haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tillaringlarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi paketni burmilsanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, bilinglarki Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turg'uchidir. Ey mu'minlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Allah uningga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Allah nozil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Kimki Allohni, Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladi ekan, u qattiq azg'on bo'ladi. Iymon etgan, ondan kofir bo'lgan, ondan iymon etgan, ondan kofir bo'lgan, ondan kufrda azvayligan, ya'ni shu kufr bilan o'lgan kishilarni Alloh mag'firat qilmaydi va ularni to'g'ri yo'lga, ya'ni jannatga yetaklamaydi. Ey Muhammad, munofiqlarga bishorat berginki, ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular mu'minlarni qo'yib, kofirlarni vali qilib oladi. Ular kofirlarning qishidan izzat va qudrat talab qilamdi, ya'ni kuffarlarning do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. İzzet ve kudretinin hammasi Allah'a xosdir. Allah kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nozil qildi ki,
sizlar Allohning oyatlarining inkor qilinayotgan va masxir qilinayotganligini anglagan chig'inglarda ular boshqa parang'i kirishmagicha ular bilan birga o'ltirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Allah haqiqatan munofiqlarning va kofirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. Ular, ya'ni munofiqlar sizlarga hodisa kelishni kutadi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik, kofirlardan olgan g'animatlardan bizga mu beringlar deydi. Agar kofirlar zafar topsa, ular kofirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib sizlarni o'ltirmadik emasmi, sizlarni mu'minlardan saqlamadikmi deydi. Allah qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqaradi. Allah kofirlarga mu'minlarga qarshi hargiz yo'l bermaydi. Shubhisizki munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishadi. Allah ularning aldamchiligiga yarasha jazo beradi. Ular namoz uchun turganda xushyoqmaslik bilan turadi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozg'ini yod etadi. Munofiqlar kufr bilan iymon orasida arsalda bo'lib turadi. Na ularga, na bularga mansub emas. Kimni Alloh gumroh qilgan ekan, ya'ni o'zlarining xato yo'lga kirib olganliklari sababli Alloh ozg'unligida tashlayotgan bo'lsa, uningga hargizmi to'g'ri yo'l topa olmaysan. Ey mu'minlar, mu'minlarni qo'yib kofirlarni vali qilib olmanglar. Sizlarning zininglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pakiti bo'lishni xohlamsizlar, munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavatiga tashlanadi. Ularga hargizmi azobdan qutuldiradigan madadkor topa olmaysan. Faqat munofiqlikdan tavba qilgan, amallarini tuzatgan, Allohning kitobiga chin yepishgan, dinini Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amalidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan kishilar buningdan mustasno. Ana shular mu'minlar bilan birga, ya'ni ularning qatoridadir. Alloh mu'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Allah sizlarga azob qilib nima qiladi? Allah shukr qiluvchini mukofotlovchidir, hammani bilguvchidir. Zulmga uchirg'uchidan boshqa har qanday kishining oshkora yomon so'z qilishini Allah yoqtirmaydi. Zulmga uchirg'uchining zolimdan shikoyat qilishiga va uningga duoibat qilishiga bo'ladi. Allah zulmga uchirg'uchining duosini anglovchidir, zolimni bilguvchidir. Sizlar oshkora yoki yoshirin bir yaxshilikni qilsanglar, yoki bir yomonlikni kechirsanglar, savob topsizlar. Shubhisizki Allah afu qiluvchidir, qudratlidir. Shubhisizki Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilganlar, Allah bilan uning payg'ambarlarining orasini, Allohga ishini payg'ambarlarga ishonmaymiz deyish bilan ayirib o'tmoqchi bo'lganlar, payg'ambarlarning ba'zisiga ishonamiz, ba'zisiga ishonmaymiz deguvchilar, uning ya'ni iymon bilan kufrning orasida o'ttir yo'l tutmoqchi bo'lganlar, ana shular iymonini da'vo qilgan taqdirdimi rostlik kofirlardir. Kofirlarga xo'rlig'uvchi azob tayyorladik. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etgan, ulardan hech birining orasini ayirib etmagan, ya'ni hammasiga iymon etgan kishilarga Alloh ularning tegishli ajrlarini ato qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ahli kitob sendan o'zlariga osmondan bir kitob tushirishni so'raydi. Ular Musodan buningdanmi cho'ng'arog'ini so'rab, bizga Allohni oshkor ko'rsatgan degan edi. Shuning bilan ularning zulmi sababli ularni chaqmoq so'qdi. Ular ro'shan mo'jizlar kelgandan keyin Mozayni ma'bud qilib oldi. Keyin biz ularni afv qildik. Biz Musoga uning rost payg'ambarligini isbotlaydigan mo'jizlardan ro'shan paket ato qildik. Tavrat shariatini qabul qilmaganliklari sababli ulardan ahd olmoq uchun ustiga turtig'ini tiklab qo'ydik. Ularga Baytul Muqaddas darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar dedik, hamda ularga shanbaning hurmatini saqlanglar, ya'ni shanba kuni biliq tutish bilan haddinglardan oshmanglar dedik. Ulardan bu haqda mahkam va'da oldik. Ular ahdini buzganliklari, Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari va Muhammad alayhissalomga dillarimiz parlangan, ya'ni so'zini tushunmaymiz deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Balki Alloh ularning kufri sababidan dillarini pechatlayapti. Shunga ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Ya'ni ularning kufri, ya'ni Isa alayhissalomni inkor qilganliklari uchun
va Maryamga cho'ng bo'xton chaplaganliklari uchun ularga la'nat qildik. Ya'ni Allohning rasuli Isa ibn Maryamni haqiqatan o'ltirdik deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Vaholanki ularning Isa'ni o'ltirganimi yo'q, darga osqanimi yo'q, va lekin ularga shubha selindi. İsa'ni osdiq deb gumon qilib, İsa alayhissalomga o'xshab qolgan boshqa birsini osdi. İsa to'g'risida ixtilof qilishganlar haqiqatan uning o'ltirilganligi masalasida shubhididir. Ular bu ishning haqiqatini bilmaydi. Gumon qilib asoslanadi. Ular İsa'ni hargizmi o'ltirmadi. Balki Alloh uni o'z tarafiga ko'tardi. Ya'ni İsa alayhissalomni Alloh ularning sharidan qutuldirib, huzuriga olib chiqib ketdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ahli kitobdan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni İsa'ning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etadi. İsa qiyomat kuni ular Yahudilarning İsa'ni darga osdiq degan davosining va Nasaralarning İsa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi. Yahudilarning qilgan haqsizliklari nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning diniga kirishdan to'sqanliklari uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Cheklangan jazoni olganliklari va kishilarning pul mollarini naq yeganliklari uchun ularning ichidan kofir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Ularning ichidagi ilmi cho'nqur bo'lganlarga, sana nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, sendan ilgari o'tgan payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon etgan mu'minlarga, namozni o'tuguvchilarga, zakot berguvchilarga, Allohga va oxirat kuniga iymon etuvchilarga jannatni mangu qilishdan iborat katta ajr ato qilamiz. Ey Muhammad, biz Nuhga va uningdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek haqiqatan sana vahiy qildik. Hamda Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga, Yaqubning avlodlariga, Isoga, Ayyubga, Yunusga, Harunga, Sulaymonga vahiy qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Biz nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasida ilgari, ey Muhammad, sana bayon qilganlarimizmi bor, sana bayon qilmaganlarimizmi bor? Allah Musaga bevosita so'z qildi. Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etdim va itoat qildim deguvchilarga bahona bo'lib qolmasligi uchun itoat qiluvchilarga jannat bilan xushxabar berguvchi, osiylik qiluvchilarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdik. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Yahudilar va Nasaralar sening payg'ambarligingga guvohlik bermasa gunohi o'ziga. Lekin Alloh sana nozil qilgan Qur'on orqali payg'ambarligingga guvohlik beradi. Alloh Qur'onni boshqalar bilmaydigan o'ziga xos ilmi bilan nozil qildi. Farishtalarmi Alloh sana nozil qilgan Qur'onga va payg'ambarligingga guvohlik beradi. Boshqalar guvohlik bermagandimi, Allohning guvohligi yetarlikdir. Shubhisizki, kofir bo'lganlar va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar haqiqatan qattiq ozdi. Shubhisizki, kofir bo'lganlar va zulm qilganlarni Alloh mag'firat qilmaydi. To'g'ri yo'lg'imi, ya'ni jannatning yo'lg'imi boshlamaydi. Ularni faqat jahannamning yo'liga qo'yib yetadi. Ular jahannamda mangu qoladi. Bu ya'ni ularni jahannamda mangu qoldirish Allohga oson. Ey insonlar, payg'ambar ya'ni Muhammad alayhissalom sizlarga Parvardigoringlardan haqdan elib keldi. Iymon etinglarki, bu sizlar uchun foydali. Agar inkor qilsanglar, ya'ni kufrni davomlashtirsanglar, Alloh sizlardan behojat. Chunki osmonlardagi va zamindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Alloh bandalarining ahvolini bilguchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Ey ahli kitob, dininglarda haddidan oshmanglar. Allohning sha'niga haq so'zdan boshqani aytmanglar. Ya'ni Allohga sheriki va bolasi bo'lishdan pok deb e'tiqod qilinglar. Masih Isa Maryamning o'g'li faqat Allohning rasulidir. Sizlar gumon qilgandek Allohning o'g'li emasdir. Maryamga Allohning ilg'i qilgan kalimasidir. Ya'ni otining vositasiz Allohning vujudga kel degan so'zidan yaratilgandir. Alloh tarafidan kelgan bir ruhdir. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etinglar. Alloh Isa Maryamdan iborat uchdir demanglar. Xudo uch deydigan e'tiqoddan qaytinglar. Bu sizlarga foydaliqdir.
Allah faqat bir ilahdır. Balası bo'lishdan pokdir. Osmonlardagi va zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Allah yetarli homidir. Masihmi, Allohga yaqin farishtalarmi Allohga banda bo'lishdan hargiz bosh tortmaydi. Kimlarki Allohga bandichilik qilishdan bosh tortadi ekan va ko'ranglab ketadi ekan, bilsinki Allah ularning hammasini qiyomat kuni hisob bilish va jazolash uchun o'z dargohiga to'playdi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, Allah ularning amallarining ajrini to'liq berdi. Ne'matini ularga oshirib berdi. Allohga qulchilik qilishdan bosh tortgan va ko'ranglab ketganlarga kelsak, Allah ularga qattiq azob qiladi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa Allah'ның azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan shonliq mo'jizalar bilan kuchlantirilgan Muhammad alayhisalomdan iborat ochiq dalil keldi. Sizlarga ro'shan nurni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Allohga iymon etgan va uningga, ya'ni Qur'onga chin yepishganlarga kelsak, Allah ularni o'z rahmatiga va ne'matiga, ya'ni jannatiga daxil qiladi ve ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ey Muhammad, senden ota-onasi, balasi yo'q mayitning merosi to'g'riliq fatvo so'rashadi. Aytqinki, Allah ota-onasi, balasi yo'q kishi qoldirgan meros to'g'risida fatvo beradi. Agar bir kishi vafot bo'lsa, balasi bo'lmasa, faqat bir hamshirasi bo'lsa, o tarakining yerimini oladi. Agar o ayolning balasi bo'lmasa, har bir tuqqani uning varisi bo'ladi. Agar ikki hamshirasi bo'lsa, ular tarakining 3dan 2-sini oladi. Agar varislar ham er, ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, ularning ichidagi bir erga 2 ayolning hissasi beriladi. Adashmasliginglar uchun Allah sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib beradi. Allah har narsani bilguvchidir.